Endi sizlar bilan bir o'yin o'ynaymiz. Hozir qo'lingizda abakus bor bo'lishi shart bu o'yinimiz uchun. Bu abakus motorika mashqi deyiladi. Tezlik bilan sizlar hozir sonlarni qo'shib chiqishingiz kerak bo'ladi. Necha qo'shishingiz kerakligini men aytaman. Diqqat qiling. Abakusni qo'lingizga oling, bosh barmog'ingizni tayyorlang va biz qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Boshdan oxirigacha ketma-ketlikda birlana ketdik. Men tugatdim. Men tugatib bo'ldim. Siz men bilan teng bajargan bo'lsangiz maqsadga muvofiq, agar bundan sekinroq bo'lsa, biroz mashqlaringizni ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Endi xuddi shunday holatda birlarga o'ng qo'limiz bilan qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ikkilana ketdik. Mana shunday. Biroz tanangiz qizishib boshlaydi, darsga qiziqishni boshlaysiz. Bu narsani bolalarga ham albatta qo'llashimiz shart. Bu ularning kayfiyatlarini ko'taradi. Kichigina musobaqa bo'ladi. Nima uchun biz buni bajarishimiz kerak degan savollar bermasdan darhol bajarishga kirishib ketishadi. Endi tezlik bilan biz hozir ayirib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'ng qo'limiz yordamida ikkilana ketdik. Kim birinchilik? Men tugatdim. Ana shunday. Mana shunday tezlikda abakusda ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi o'ng qo'limiz bilan ko'rsatkich barmog'imiz bilan 5 tani qo'shib chiqamiz, ketdik. Tezlik bilan. Mana shunday. Endi ayirib chiqishimiz kerak bo'ladi. 6 tani tengdaliga ayiramiz. Qarang, kimdir 5 ni va 1 ni, 5 ni va 1 ni ayirsa, biz tengdaliga ayiramiz. Ko'rdingizmi? Tengdaliga qo'shamiz, tengdaliga ayiramiz. Mana shunday. Tezlik bilan mana shunday. Va shu holatda siz mental arifmetikadagi abakusdagi ishlash tezligingizni oshirib olasiz. Xuddi shu narsani siz chap qo'lingizda ham bajarishingiz mumkin bo'ladi.